Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. 2025-yil 1-aprel fenolog yuklash jarayoni. Haftaning seshanba kuni 2025-yil 1-aprel holati fenolog yuklash jarayoni. 20 ga 30-60 dagi razmerlarimizda 13 so'm dastavka qilib beryapmiz o'zimizda Guliston tumaniga. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. Mahsulotdan ekonom qilinmagan holatda ishlab chiqaryapmiz. 38 kg gips, 3 kg sement, bitta qopidan 3 ta dona chiqayotgan pena bloklarimiz. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. Mahsulotdan ekonom qilinmagan holatda ishlab chiqaryapmiz. 4500 ta tayyor qurgani bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Seximiz ishlab turibdi. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. 20 ga 30-60 dagi razmerlarimizda 13 so'm dastavka qilib beryapmiz. Tomga pena quyish, pena lomba xizmati ham mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Zakaz olamiz pena bloklar uchun. Hozir qolipdan chiqqan holati. Hech qanday qo'l kirib ketgani yo'q. Qattiq qo'l kirmaydigan holatda. Mahsulotdan ekonom qilinmagan holatda Xitoy va Hind parashogidan chiqayotgan pena bloklarimiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 4500 ta tayyor qurgani ham bor, zapas g'ishlarimiz ham bor, egalari ham bor.